Mahallalarda aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va oilalar daromadini oshirish bugungi kunda mamlakat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada Trustbank xususiy aksiyadorlik bank tomonidan amalga oshirilayotgan mikroloyihalar mahallalarda yangi imkoniyatlar eshigini ochib, yuzlab fuqarolarning biznes tashabbuslarini hayotga tatbiq etishga xizmat qilmoqda. Tadbirkorlikni boshlash uchun g'oyaning o'zi kifoya emas. Uni ro'yobga chiqarish uchun moliyaviy ko'mak, to'g'ri yo'nalish va ishonchli hamkor zarur. Raqamlarda ko'radigan bo'lsak, Trustbank xususiy aksiyadorlik bank tomonidan respublika hududlarida jami 101 ta mahallada mahalla bankiri va yordamchi agentlar faoliyat yuritmoqda. Ular aholi bandligini ta'minlash va daromadini oshirish bo'yicha mikroloyihalarni moliyalashtirish yuzasidan amaliy ishlar olib borishmoqda. Jumladan, Toshkent shahrida joriy yil boshidan bugungi kunga qadar 40 dan ziyod mikroloyihalar amalga oshirilishi natijasida 100 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Trustbankning poytaxtimizning Chilonzor tumanidagi Al-Xorazmiy mahallasida faoliyat yuritadigan mahalla bankiri o'z hududidagi biznesga layoqati bor fuqarolar bilan ishlab, qator mikroloyihalarni amaliyotga tatbiq etishmoqda. 2026-yildan Toshkentga qadar 25 nafar fuqaro ishsiz fuqaro aniqlandi. Shulardan 15 nafari ish bilan ta'minlandi. Hozirgi kunda biznesga birinchi qadam dasturi asosida 2026-yil boshidan boshlab 18 nafar fuqaroga 450 million so'm miqdorida kredit ajratildi. Buning natijasida 12 nafar fuqaro ish bilan ta'minlandi. Men shu tikuvchilik sexida 2 yildan beri ishlayman. Ayollar kiyimi tikiladi, yaxshi sharoitlari, oyliklar vaqtida beriladi. Xo'jayinlarimiz ham yaxshi hammasi. Oila byudjetimizga ham foyda bo'lsin deb ishlaymiz. Navbatdagi manzil poytaxtimizning Shayxontohur tumanidagi Kamolon darvoza mahallasi bo'ldi. Mahalla drayveri asosan servis va xizmat ko'rsatish sohalaridir. Mahalla bankiri ko'magida tadbirkor tashabbusi bilan zamonaviy va sifatli xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan barber shop tashkil etildi. Muhimi, bu yerda yangi ish o'rinlari yaratilishi asnosida o'nlab yoshlar bandligi ta'minlandi. Tadbirkorlarga berilgan imtiyozlardan foydalanib, mana shu Restyle mas'uliyat cheklangan jamiyat korxonasini ochganmiz. Qariyb 10 kishini ish bilan ta'minlaganmiz. Moliyaviy masalalarda mahallamiz banki bo'lgan Trustbank bilan birga hamkorlik olib boramiz. Bu bankning hamma bizga ko'rsatgan xizmatlari va faoliyatlari hammasi bizga ma'qul keladi. Shuning uchun ham mana shu bank bilan ishlaymiz. Yana bir manzilimiz Shayxontohur tumanida joylashgan Afsona savdo markazi. Bu yerda ham Trustbank ko'magida o'z faoliyatini kengaytirgan tadbirkorlar aholiga turli xizmat va mahsulotlarni taklif etmoqda. Afsona savdo markazida 15 yildan beri shu rahbarlik lavozimida ishlab kelmoqdaman. Shu 15 yil davomida 150 nafar ishchi kuchi yaratganmiz. Mana 26-yilda yana 15-20 ta ishchi kuchi yaratdik. Bu hamma eshitayotgan muvaffaqiyatlarimizga bizga Trustbank hamkorlik qilyapti. Kelgusida Trustbank ko'magida ish faoliyatimizni yana kengaytirish niyatidamiz. Poytaxtimizning Shayxontohur tumanidagi Trustbankning Gulobod mahallasida faoliyat yuritadigan mahalla bankiri tomonidan yoshlarning bandligini ta'minlash va ularni kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mahalla bankirlari tavsiyasiga ko'ra, Gold Vision Group korxonasi ko'plab yoshlarni zamonaviy kasblar va bilimlarga o'qitib, ularning kelajakda munosib ish o'rniga ega bo'lishiga hissa qo'shmoqda. 1 yil oldin ochgan korxonamiz Gold Vision akademiyasi 1 yil davomida 250 tadan ortiq talabalarni tahsil olishiga imkoniyat yaratdik. 80% talabalarimiz hozirgi kunda o'zini faoliyatini yuritishga muvaffaq bo'lyapti. Kelajakda faoliyatimizni rivojlantirish yo'lida Trustbank moliyaviy ko'magidan foydalanish niyatimiz bor. Bugun mahallalarda amalga oshirilayotgan har bir mikroloyiha ortida yangi imkoniyat va barqaror daromad manbai mujassam. Shundan kelib chiqib, Trustbankning mahalla bankirlari yangi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarning biznes loyihalarini hayotga tatbiq etishga ko'maklashishga bel bog'laganlar va bu sa'y-harakatlar amalda o'z natijasini ko'rsatmoqda.